yordam qilingizlar xo'jayinim bo'lmasa biz nima qilamiz? Ikkita farzandim bor. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz, Dilnura qizim? Shukr bo'laman. Shifokor bo'lasiz? Ichingizda qanday gapingiz bor sizni bizga aytayotgan? Odamlardan yordam so'rayman dedi, jonimga yordam beringlar. Tuzalib ketishiga. 2 yildan beri qiynalib kelaman, shu jigar sirroz bilan. O'zim donorlik qilaman xo'jayinim uchun, farzandlarim uchun. O'zingiz jigaringizni berasiz. O'zim beraman, hammasidan o'tib tayyorlanib kelyapman. Berishga tayyorman xo'jayinim uchun, bolalarim uchun. Turmush o'rtog'iga o'zini jigarini beraman deb o'tiribdi. Bunaqa o'zbek ayolini hammasi ham unaqa emas aka-ukalar. İnternetlarda ko'ryapmiz, eri salgina og'ir holatga tushib qolsa, turmush o'rtog'ini tashab ketayotgan yoki ayoli kasal bo'lsa, xotinini tashab ketayotgan erkaklarni va ayollarni ko'ryapmiz internet ijtimoiy tarmoqda. 2 yildan beri boshingizdan nimalar o'tdi aka? Boshimdan ko'p narsa o'tdi akajon. Allohdan nima so'radingiz? Allohdan faqat sabr so'radim. O'zim ham ertalab ketaman, oyligim 3 million. Ro'zg'orimizga yetmaydi, bolalarimga yetadi faqatgina. Kiyim-kechak deymiz, yeb ichamiz deymiz. Hech qaysi farzand otasi mana shunday holatda yotganda, mana shunaqa holatda turmasin. Hech kimga ravo ko'rmayman. TSP ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard, Humo va Visa kartalariga eng yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz va bundan tashqari svet, gaz, suv kabi kommunal to'lovlar hamda 50 dan oshiq turdagi to'lovlarni onlayn amalga oshirish mumkin. TSP ilovasi orqali nafaqat pul o'tkazmalari va to'lovlar, balki avia chiptalarni ham arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. TSP yaqinlarni birgalikda quvontiramiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shov TV kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Sizlarni bugungi videoda ko'rib turganimdan xursandman deya olmayman. Hozir bir qiyin ahvolda yotgan, sizni va meni yordamimda kutib yotgan, ancha yillardan beri azobda yashab kelayotgan bir oilani uyiga tashrif berdik. Hozir ularni ichki holatini ko'rasiz. O'zlarini dardini sizlarga aytishga harakat qiladi. Albatta mana shu videoni ko'ryapsizmi? Bir dona like bosib yordam qilaman yoki bo'lmasa mana shu oilaga qo'limizdan kelgancha o'z yordamimizni beraman deydigan saxiy boylarga yetib borish uchun faqat sizlardan bitta iltimos, shu videoga like bosib, shu videoni podelitsiya qilib ko'proq insonga tarqatib yuboringizlar. Xudo xohlasa mana shu videomiz 1000 ta yoki 2000 ta like bo'lsa, Xudo xohlasa bir hafta 10 kunda mana shu oilani ishini biz bitirib chiqib ketamiz. Hammasi sizlarga bog'liq. Allohga tavakkal qilgan har bir ishimiz zo'r bo'lgan, bunisini ham sizlardan iltimos qilib qolaman. Unda jigarlar, bismillahirrohmanirrohim deb xonadonga kirib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanijoningiz yaxshimi? Yaxshi. Aka, qanday ahvollari? Ahvol og'ir. Kecha kelib ketganingizdan beri yana og'irlashib qoldi. Burunlar qonib, mazasi bo'lmayapti. 2 yildan beri jigar sirrozi bilan kasallangan. 2 ta farzandim bor. Hali yosh. Yig'lamang, yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mablag'imiz yetmayapti bizlarga. Mablag'laringiz yetmayapti? Doktorlar nima dedi? Ochiqni aytavering. Doktorlar almashtirmasalaring bo'lmaydi deyapti. 72% o'zi jigar qarigan deyapti. Ertaroq harakatlaringni qilinglar deyapti. Qarang, hozir jigariga donor kerak-ku bu kishini. Kim donorlik qiladi? O'zim donorlik qilaman xo'jayinim uchun, farzandlarim uchun. O'zingiz jigaringizni berasizmi? O'zim beraman, hammasidan o'tib tayyorlanib kelyapman. Berishga tayyorman xo'jayinim uchun, bolalarim uchun. Siz mana shu YouTube'ga chiqishlaringizga o'zlaringiz rozimisizlar? O'zimiz rozimiz. O'zim ham ertalab ketaman, oyligim 3 million. Ro'zg'orimizga yetmaydi, bolalarimga yetadi faqatgina.
kiyim-kechak deymiz, yeb-ichamiz deymiz. Hozir dori-darmonlarni qayerdan olyapsizlar? Doktorga borishlari. Qaynim yordam beradi orada har doim. Qaynim yordam beradi, o'zimiz orttirganimizdan olamiz. Qaynisi endi ukasi bo'ladi bu kishini. Ukasi bo'ladi. Qarashib turadi. Qarashib turadi. Boriga shukr shu kishini ham qaynim deb. Unda bir ichkariga kiraylik qani. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Zo'rmisiz? Qandaysiz o'zingiz? Ahvolim mana shu. Jigar sirroz kasalligiga yo'liqib qoldim. Bu ham bir Xudoning sinovi. Xudoyim har bir bandasiga beravermas ekan. Shuning uchun sizlardan iltimos, sizlarga murojaat qilganim sabablar shu. 2 yildan beri qiynalib kelaman shu jigar sirroz bilan. Davolanyapman, o'xshamayapti, davolanyapman. Oxirgi o'zi fibroskan ham katta ko'rsatib yuboryapti. O'sha jigar tomiriga o'tyapti. Hozir sirrochni operatsiya qilish kerak-da, to'g'rimi? Operatsiya qilish kerak sirrochni. Bizda mablag' yo'q unga. Sharoitimiz shu. Men ishlamayman. 2 yildan beri 2-guruh nogironiman. Ayolim ishlaydi. Ukam yordam berib turibdi. Hozir bizni sotadigan hech nimamiz yo'q, shu 4 ta devordan tashqari. Agar shu videoni ko'rayotgan yaxshi insonlar bo'lsa, ihson qiladigan insonlar bo'lsa, Alloh yo'lida yordam berishlarini so'rayman. 2 yildan beri boshingizdan nimalar o'tdi aka? Boshimdan ko'p narsa o'tdi akajon. Allohdan nima so'radingiz? Allohdan faqat sabr so'ram. Qorningiz ham ishib ketibdi-ku aka. Qor ishyapti. Suvni chiqaryapmiz, yana ishyapti, suvni chiqaryapmiz. Ha, Xudo xohlasa. Ana biz keldik. Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz aka. Xafa bo'lmang. Bilaman hozir sizda ichingizdan nimalar o'tayotganligini, erkak kishini bunaqa holatga tushishi bu oilasi uchun bu juda katta qiyinchilik, bu o'tib ketadi aka. Xafa bo'lmang. Men hozir sizni ko'rib o'zimni ham ichimda nimalar o'tayotganini o'zim bilaman. Erkak hech qachon kasal bo'lmasin. Chunki har bir erkak oilani poydevori, oilani ishongan tog'i erkak bo'ladi-da. Endi sizni hozir bunaqa yotishingiz, ayolingiz, 2 ta farzandingiz bilan hozir aytayapti, o'zim ishlayman deyapti. Ishlagan oilaga bolalaringizga ketsinmi, radoqtasiga ketsinmi? Bu juda ham qiyin. Men hozir sizni ichingizdan nafas olishingizdan ham hozir og'ir ekanligingizni o'zi his qilib bo'ldim. Xudo xohlasa aka, mana shu bizni ko'rib turgan aka-ukalar, opa-singillar, sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Alloh yo'lida qo'lingizdan kelgancha mana shu videoda ko'ryapsizlar, o'zlarini karta raqamlari, kimning nomiga ochilgan karta raqamlaringiz? Karta raqam o'zimning nomimda bor. Humo karta. Humo karta ayolimning nomida bor, u ham Humo karta. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan kartalar o'zlarini nomiga ochilgan karta raqamlar aka-ukalar. Bitta qurti puli 1000 so'm bo'lar yoki bitta nonni puli 4000, 5000 bo'lar. O'sha 4000, 5000 bilan yoki bo'lmasa o'sha 1000 so'm bilan mana shu insonni asrab qola olamiz aka-ukalar. Shuncha insonni asrab qolganimizdek, Xudo xohlasa shu insonni ham asrab qolamiz. Biz ko'pchilik kasallarning oldiga borganimizda buyragini beradigan donor yo'q, jigarini beradigan donor yo'q derdik-da. Mana qarang, ayoli o'zini jigarini, turmush o'rtog'iga o'zini jigarini beraman deb o'tiribdi. Bunaqa o'zbek ayolini hammasi ham unaqa emas aka-ukalar. Internetlarda ko'ryapmiz, eri salgina og'ir holatga tushib qolsa,
turmush o'rtog'ini tashab ketayotgan yoki ayoli kasal bo'lsa xotinini tashab ketayotgan erkaklarni va ayollarni ko'ryapmiz internet ijtimoiy tarmoqda. Bu realni hayotdan olinayotgan narsa, aka-ukalar. Sizlarga bor haqiqatni ko'rsataman. Iltimos qilaman. Agar bir hafta 10 kun harakat qilsak, ishoningizlar, Allohga oson, siz-u bizga qiyin. Allohga oson. Mana shu oilani Xudo xohlasa operatsiyasini qilishga harakat qilamiz. Hindistonga ketmaydi bular. Hindistondan doktor o'sha Samarqandga kelib shu kishini operatsiya qilish uchun harakat. Hozir kamida 180-200 millionga yaqin mablag' kerak ekan. Biz bir harakat qilaylik, ajab emas aka-ukalar. Butun mahalla oyoqqa turadi, Xudo xohlasa butun qarindosh urug'i, butun mana shu aka-ukalarimiz, O'zbekistondagilar, qo'shni respublikadagilar, musofirdagilar bitta harakat qilib, bitta birlashaylik, kuch birlikda aka-ukalar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Farzandlaringiz qayerda? Bittasi maktabga ketgan, o'g'lim, qizim uyda. Qizingizni chaqiring qani. Qizim, nimaga yig'layapsiz? Nima bo'ldi? Dadajonim kasal bo'lib qoldi. Dadajoningiz yaxshi ko'rar ekansiz, ha? Ha, Ismingiz kim sizda? Dilnura. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz, Dilnura qizim? Shifokor bo'laman. Shifokor bo'lasiz? Ha, Ichingizda qanday gapingiz bor sizni bizga aytayotgan? odamlardan yordam so'rayman. Dadajonimga yordam beringlar. Tuzalib ketishiga. Qizim. Dadangiz albatta siz uchun, ayangiz uchun, ukangiz uchun, hammasi uchun yaxshi bo'ladi inshaalloh. Aka-ukalar, ko'ryapsizlar-a? Qiz bola baribir otaga mehribon bo'ladi-da. Buni qizi borlar tushunadi. Hozir mana shu qizchani gaplarini eshitib ichim to'layapti-da, harakat qilyapman o'zimni bosishga. Lekin bitta narsani aytmoqchiman, hech qaysi farzand otasi mana shunday holatda yotganda, mana shunaqa holatda turmasin. Hech kimga ravo ko'rmayman. Faqat sizlardan iltimos, mana shunday yosh qizlarimizni, yosh farzandlarimizni baxtiga har bir ota-ona baxtli bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Faqat shu qizcha uchun bir dona like bosib butun dunyoga tarqating shu videoni. Aytdimki, agar 1000 ta, 2000 ta like bo'lsa, bir hafta 10 kunda men sizlarga juda katta rezultat ko'rsataman aka-ukalar. Faqat sizlardan iltimos. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xafa bo'lmang, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, siz ham xafa bo'lmang, chunki mana bu yerda qizingizni holati, ayolingizni holati sizni ham tushkunlikka tushirib qo'yishi mumkin. Xudo xohlasa biz bugun mana shu videoni qo'limizdan kelgancha xalqimizga ko'rsataylik. Inshaalloh keyin agar aka-ukalarimiz yordam qilaman desa, qo'limizdan kelgancha efirlarni boshlaymiz. Xo'pmi aka? Jamshid aka, xo'jayinimga bir bo'lib, osib-zapolarim bilan nima qilamiz? Bizlarga yordam bering. Iltimos, bizlarni tashlab qo'ymang. Ya, unaqa demang, hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Men sizlarni ko'ngillaringizni ezmoqchi emasman. Hali farzandlarim yosh. 2 ta farzandim bor, bir o'g'il, bir qizim. Bizlarga yordam beringizlar, iltimos endi. Bilaman, tushunib o'tiribman. Opa, tushunib o'tiribman. Bitta narsada Xudo xohlasa, men hozir mana shu videoni bugun qo'yaman. Endi bu narsa meni qo'limda emas-da. Xudo xohlasa, agar mana shu videoni ko'rib turgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, o'sha chetda yurgan musofir jigarlarimiz agar yordam beramiz desa, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Lekin meni qo'limda emas. Men ham oddiy sizlarda insonman. Faqat bitta narsani tushuningizlar. Xudo xohlasa, boshqa meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Mana kecha kelib ketdim, qaradim. Haqiqatdan ham ihsonni, haqiqiy ihsonni joyi bo'lganligi uchun mana bugun kelib syomka qilyapmiz-da. Qizim, xafa bo'lmang, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Jamshid aka, iloji boricha yordam qilingizlar. Bizlarni tashlab qo'ymangizlar, iltimos sizlardan. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Yordam qilingizlar, xo'jayinim bo'lmasa biz nima qilamiz? Ikkita farzandim bor. Mana aka-ukalar, holatni o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Hech kimni oilasi bunaqa zorlab yig'lagandan keyin qaysi bir nima qilishimni ham bilmayapman aka-ukalar. Iltimos, faqat sizlardan videoda qanday fikrlaringiz bor? Nima deysizlar? Hammasini kommentariyaga yozingizlar. Shu sizlarni kommentariyalaringizdan keyin men Xudo xohlasa efirlarni boshlayman. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.